Mana. O'tgan safar ko'rsatgan akvarium. İçinde balıklar öyle git. İchida baliqlar o'ldirdik. O'ldirmadi, o'lib qoldi, to'g'risi. Qandaydir nimasidir yoqmadi. Men hozir akvariumni boshqatdan tozalab, Boshqa yana balık olib kelsin. boshqatdan yana baliq olib kelib solamiz. Xullas, ne bo'lyapti? Baliqni akvariumni suvini tozalayapmiz. Tozalab ketyapmiz-da uyga. Uyga borib qaytib kelsak, baliqlar o'zini osib qo'yadi. Yeb ichishdan muammo yo'q. Zo'r qilib xarajat qilib berganmiz. 3 mahal emas, 5 mahal ovqat beryapmiz. Bemalol yeb ichishdan muammo yo'q. Bunaqa rangli toshlar tashab berganmiz. Yemaydi. Nima topishsa olib kelyapti. O'sha baliq, to'g'risini aytaman, mendan yaxshi yashaydi. Baliq sharoiti va shu zo'r. Lekin noshukur baliqlar bilmayman, ertalabgacha o'zini o'zi osib qo'ydi. Nima deysizlar? Nima qilish kerak bu? Bilaman. Nimaga? O'g'il bola, qiz bola. Bitta o'g'il bola. Oma haqiqatda bo'ydaqlarni olib kelib qo'yganmizmi, tushunmadim. Kommentariyaga yozaverasizlar, tushundilaringmi?